Assalomu alaykum hurmatli qatnashchilar. Sizlar hozir eng ommabop bo'lgan yangi aksiyamiz bor. Shuni e'lon qilmoqchiman. Viza chempion degan viza kartamiz bor. 5%gacha cashback beradi. Bu jamoat transportlari uchun 60%gacha cashback beradi. Bu viza kartamiz 50 ming turadi. Bu 1-martdan 1-mart maygacha amal qiladi. Cashback'i agar sizlar shu kartadan olsalaringiz hech qanaqa muammosiz 15 minut ichiga tahlil beramiz va bu 50 ming so'm bank bo'ladi. Viza kartamiz ko'rinishda bo'ladi. Xohlagan joyga ishlatishingiz mumkin. Xohlagancha faqatgina unda savdo nuqtalarida va savdo servis korxonalarida cashbacklar amal qiladi. Mana pul ko'chirishlar, cashbacklar amal qiladi. Agar hozir kunda avtokreditlarimiz bor, ipotechnik kreditlarimiz bor, onlayn kreditlarimiz bor. Hozir kunda eng ommabop bo'lgan quyosh panellari uchun imtiyozli ligotin kreditlarimiz bor. Agar kimda quyosh panel olmoqchi bo'lsa, ularga ham kredit beramiz. Quyosh panel o'rnatilgan tashkilotlar o'zi borib, o'sha fuqaro shartnoma qilib olib keladi. Biz ularga 5 muddatga quyosh panelini o'ynashtirib beramiz. Agar yana kim avtokreditlarni olmoqchi bo'lsa, boshlang'ich to'lovlarni 30% dan hech qayerda ishlamasa ham 30% boshlang'ich to'lov bo'lsa bo'ldi. Biz ularga avtokreditni 1 yildan tortib 5 yil muddatgacha bo'lib berish sharti bilan beramiz. Agar kimda yana qanaqadir savollar bo'lgan bo'lsa, marhamat savol bo'lsa bizga beramiz. Ko'p vaqtlar bo'lmaydi. Quyosh paneli agar siz davlat ishlab ko'rasiz bo'lsa, budjet tashkilotida ishlasangiz 19%dan qo'yadi. 19%dan qo'yadi. Yatib boshqarish. Yo'q. Ularga unda quyosh paneli avtokreditlarimiz bor, ipotechnik kreditlarimiz bor. Bunga daromadga rasmiy daromadga ega bo'lish kerak. Mayda bir xususiy tadbir ko'rayotgan yo'q. Yo'q, xususiy tadbir agar yatib bo'lgan bo'lsa, uni aylanmasini ko'rib chiqamiz. Оборотni birovga qancha beradi. Dersimize geçelim. Biz